Yevropaning eng yirik aeroporti qayer bilasizmi? Buni hatto xayolingizga ham keltirmagansiz. Istanbul aeroporti. Bu Manhattan orolidan ham kattaroq. Joylashuvi Istanbul Yevropaning shimoliy qismi bo'lib, Qora dengiz sohilida. Maydoni 76,5 km² tashkil qiladi. 23-yilning statistikasiga ko'ra 76 milliondan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Yevropa bo'yicha birinchi o'rinda, dunyoda esa top 5 talikka kiradi. Yo'lovchi sig'imi to'liq ishlaganda yiliga 200 milliontagacha odamga xizmat ko'rsatishi mumkin. Yo'lovchi yo'nalishlari 350 tadan ortiq shaharga, 100 tadan ortiq mamlakatga, eng ko'p xalqaro yo'nalishlarga ega bo'lgan aeroport hisoblanadi. Infrastrukturasini qarang, odamzodni hayratda qoldiradi. Uchish, qo'nish yo'laklari 6 dona bo'lib, bir payt uchta samolyot ko'tariladi va qo'na oladi. Terminal maydoni 1,4 million metr kvadrat. Dunyoda eng katta bitta terminal binosi. Duty free zonasi odamni shokda qoldiradi. 55 ming metr kvadrat. Yevropadagi eng katta duty free do'konlar tarmog'iga ega. Avtoparki esa 40 mingta mashina bemalol sig'a oladi. Loyiha qiymati 12 milliard dollardan ortiq tushgan. Dunyo tarixidagi eng katta aeroport loyihalaridan biri. To'liq quvvat bilan ishlaganda yiliga 2 millionta parvozni amalga oshira olish imkoniyatiga ega. Turkish Airlines bu aeroport orqali dunyoda eng katta marshrut tarmog'ini boshqaradi. Aeroportda hattoki shahar ichida poyezd, metro liniyalari bor. Istanbul markaziga tezroq yetib borishni ta'minlaydi. Sizni qaysi aeroport hayratda qoldirgan? Kommentariyada yozib qoldiring.